Sharoit umuman yo'q. Hidi yo'q, toza havoda o'qish ularga orzu bo'lgan. Strashniy bu. Renesansni tayyor qilamiz emas, biz g'oya olyapmiz. Buyuk bobolarimizga munosib bo'lib, shunga poydevor qo'yishga ish qilyapmiz. O'sha poydevorning bittasi shu. Maktabgacha ta'lim, maktab, oliygoh, ilm. Yillik orzularimiz, armonlarimiz ushalib, zamonaviy maktabga ega bo'ldik. Kim qurib berdi maktabni? Prezidentimiz. 2016-yilda oliy ta'limga kirish ko'rsatkichi 9% bo'ldi. Bizning bitiruvchilarimiz oliy ta'lim muassasalariga 100% kirishga muyassar bo'lishdi. Multfilm yaratib. Demak, bu yozda sizdek bo'lganda katta bir dasturchi Xudo xolasa. Tayyor talabada bu hozir. O'quvchilar 3 oy 4 oylab paxta dalada yurgan. Hozir ham dalada yurgan bo'lganimizda bunaqa o'zgarish bo'lmasdi. O'zbekiston hozirgi paytda yoshlar uchun juda ham keng imkoniyatlar ochilgan joy sifatida bilaman. Everything is just beginning. I believe in my country. Yangi O'zbekiston ostonasi maktabdan boshlanadi desam, o'ylaymanki, butun xalqimiz bu fikrni qo'llab-quvvatlaydi. Bugün nechta 5 olding? 2ta. Men 3ta oldim. Hozirgi zamonaviy maktablardagi sharoitlar umuman yo'q edi. Paytlari ikkita sinfga birdaniga dars o'tardik. Men hosilni olib borib ko'rsatadigan maktabim hozirgi zamonaviy maktab qurilishidan oldin o'quvchilarimiz o'qigan filial maktab. Yildan ortiq vaqt mobaynida o'quvchilarimiz boshlang'ich ta'limni xuddi shu binoda olib kelishgan. Ikkita xonadan iborat bino. Shu joyda o'qishgan. Sharoit umuman yo'q, sharoit bo'lmagan. Hidi yo'q, toza havoda o'qish ularga orzu bo'lgan. Strashniy bu. Maktabni filial qilib bo'ladimi? Qanday maktab filial nima degani o'zi? Mana prezidentimizning sa'y-harakatlari bilan 30 yillik orzularimiz, armonlarimiz ushalib, zamonaviy maktabga ega bo'ldik. Bugungi kunda ta'limdagi rivojlanish sekin-astalik bilan emas, juda ham tezkorlik bilan rivojlanib boryapti. Muhtaram prezidentimiz tomonidan barcha sohalar qatori ta'limga alohida e'tibor beryaptilar. Bitta tuman misolida gapirmoqchiman. Yangi Namangan tumanida 25 yil ichida bitta maktab qurilgan ekan. Namangan viloyatida 2024-yil o'zida 20 dan ortiq maktab va maktabgacha ta'lim tashkiloti qurildi. Boyaga kelamiz ko'rgan binoni ko'rdingiz, sharoitlarini ana o'sha xaroba maktabdan
Mana shunday zamonaviy, yorug', keng prezidentimiz tomonidan tashabbuslari bilan qurilgan zamonaviy maktabga kirib boramiz. O'quvchilarimiz bularga yaratilgan sharoitlardan, ayniqsa ustozlarimiz shunaqa g'ururlanib, yaxshi ko'rib, faxrlanib dars o'tishadi. Prezident maktablaridan qolishmaydi maktabimiz yaratilgan sharoitlari. Biz juda ham xursandmiz. Boya aytganimdek, men hali 33-yillik faoliyatimda bunaqa keng qamrovli maktabni hali ko'rmaganman. Mana o'quv jarayonlari davom etib turibdi. O'quvchilarimiz juda yaratilgan sharoitlardan xursand. Fanlarimiz issiq, sharoitlar yetarli, zamonaviy kompyuterlar. Hozir bizda aynan Singapur ta'lim tizimida dars o'tayotdik. Bu juda ham bizga qulay imkoniyatlar yaratib berildi. Singapur ta'lim tizimida biz juda ko'p narsalarni o'rgandik. Ismingiz nima? Oyshaxon. Oyshaxon. Kim qurib berdi maktabni? Prezidentimiz. Zamonaviy kutubxonasi. Boya ko'rgan paytingizda o'quvchilar bilan gavjum. Bu kutubxona hech qachon bo'sh turgan paytini ko'rmaysiz. Kutubxonamizni ko'rdingiz, hamma havas qiladi. Sport zalimiz ayniqsa yorug', keng, sharoitlari yaxshi, ularga berilgan inventarlari bizni xursand qiladi. Bolalarimiz undan foydalangan sari o'zim xuddi foydalangandek, o'zim farzandlarim shunaqa chiniqqanda xursand bo'laman. Mana bunaqa maktabda o'qimaganman. Albatta. Mana o'sha filial maktabidan chiqqan o'quvchilarimiz hozir yuqori sinflarda o'qib kelishmoqda va bu o'quvchilarimiz turli xil sport musobaqalarida qatnashib, O'zbekiston chempionlari bo'lib yetishdi. Mana kattaroq bo'lib qolgan o'quvchilarning hammasi o'sha filialni ko'rgan ekan. Hozir nima deydi endi bular? Ular har kun shukrona aytadi, har kun xursand bo'ladi. Biz to'g'ri maza qilamiz. Ham yaqinroqqa ko'chib qolganligi uchun, ham elga ko'rgansiz zax, pakana, sharoit qiyin maktab-ku. Men xonalarga kirganda har safar xuddi nafas olsak, chuqur aytgan yerimizga yetib borganday bo'ladi deb gapirishadi. O'tgan yilgi 11-sinflarimizdan 24 ta o'quvchi bitirgan bo'lsa, oliy ta'limga 12 tasi kirishdi. Undan oldingi yil natija qanaqa edi? Undan oldingi yili 7 ta kirgandi. 19 ta o'quvchidan 7 ta o'quvchi kirgandi. Yildan yilga oliy ta'limga qamrov kengayib bormoqda. Prezidentimiz bilan ko'rish imkoniyatingiz bo'lsa, nima qilasiz, nima deysiz? Birinchi o'rinda prezidentimizga samimiy tilaklarimni bildiraman. Bizga shunday maktab qurdirib berganlari uchun rahmat aytaman. Keyin quchoqlab bag'rimga bosadi. Xudo. Hozir farzandlarimiz o'zlari talab qilyapti. Bizga kechagi ta'lim kerak emas, sifatli ta'lim kerak deyapti. Bu maktab 100% oliy ta'lim muassasalariga kiradigan o'quvchilari bor maktab va undan tashqari ham yutuqlari juda ko'p ekan va biz shunga qiziqdik. Yangi O'zbekiston ostonasi maktabdan boshlandi desam, o'ylaymanki, butun xalqimiz bu fikrni qo'llab-quvvatlaydi. Yangi O'zbekiston maktab ostonasidan boshlanadi. Prezidentimiz gaplari. Ha, prezidentimizning bu gaplarida ham juda katta ma'no bor. Bundan ortiq anaqa bo'lmaydi, ta'rif, to'g'rimi? Texnologiya mana qizlarimiz
har doim darslar mana shunday amaliy tashkil etiladi. Kelajakka tayyorgarlikda bu. Demak, maktab butun hayotga tayyorlov. Hayotga tayyorlov. 2016 yilda oliy ta'limga kirish ko'rsatkichi 9% bo'lgan. Namangan viloyatida 9% bo'lgan. Mana bugungi 2023-24 o'quv yilini oladigan bo'lsa, ko'rsatkichimiz 51%, ya'ni 51% oliy ta'limga qamrab olingan. Bizga aytishlari bo'yicha bu maktabni bitiruvchilari oliy ta'lim muassasalariga kirish foizlari juda baland va yutuqlari ham juda ko'p deyishdi. Adashmadingiz. To'g'ri sizga aytishibdi. Bu yilgi bizning bitiruvchilarimiz oliy ta'lim muassasalariga 100% kirishga muyassar bo'lishdi. Mana axborot texnologiyalar davrida yashayapmiz. Bu informatika xonamiz. Assalomu alaykum. Boshlaylik. Film ovoting. Shu umuman ta'lim tizimi bo'yicha. Multfilm yaratyapman. Multfilm yaratyapman. Scratch. Zo'r-ku. Qaysi dasturda ishlayapsiz? Scratch. Scratch. Qanaqa dastur? O'sha har xil mana shu mushukda har xil движение harakatlarni qilib o'rgatish mumkin. Qo'shimcha sahna ko'rinishlari yaratish mumkin o'yinlar uchun, ya'ni oddiy o'yinlar uchun. Kelajakda balkim bundan ham kuchliroq dasturlarda ishlab, har xil o'yinlar uchun bir epizodlar yaratish mumkin bo'ladi, ya'ni geroylar yaratish mumkin bo'ladi, bir kartalar yaratish mumkin bo'ladi, har xil holatda ishlash mumkin bo'ladi kelajakda endi. Demak, bu yoshlar sizdek bo'lganda bir katta bir dasturchi bo'lsa. Xudo xolasa. Hozirgi kunda mana biz bilamiz Germaniyani yoki buyuk США davlatlarini nima rivojlantiryapti? Intellektual yoshlar. Bu baza bizda bor. Bizda yoshlarimiz nihoyatda hozirgi kunda intellektual rivojlangan, aqlli, ular uchun juda ham katta baza bor. Prezidentimiz tarafidan bu narsaga juda ham katta ahamiyat berilyapti. Bunday intellektual yoshlarimizga qanchayin biz e'tibor qaratsak, qancha ularni qo'llab-quvvatlasak, bular bizning kelajagimiz va albatta kelajakda biz O'zbekiston yana ham rivojlangan davlat bo'ladi. Albatta, 11-sinf o'quvchilarimiz bor. Bularning ichlarida hozirgi kunda o'zi sertifikat olgan o'quvchilarimiz ham mavjud. Ingliz tilidan chet tili sertifikati mavjud hamda informatika fanidan juda ham ko'p sertifikatlari mavjud. Masalan, Amerikaning Oracle Academy'ga tegishli bo'lgan 5 ta kursni tugatganman hamda O'zbekistonning Uzbek Coders dasturidagi hamma kurslarni tamomlaganman hamda hozirgi kunda Excel, ya'ni Microsoft Office programmalarida ishlash bo'yicha o'qishni boshlaganman. Tayyor talabada bu hozirgi kunda mana. Mana sport plashatkamiz, sport maydonimiz. Bizni o'qigan paytlarimizda bu narsalar bizga orzu bo'lganda. Chunki turpoqda yalangoyoq to'p yurgan vaqtlarimiz bo'lgan. Bunaqangi plashatkalar, bunaqangi sport maydonlari televizorlarda ko'rganmizda, endi oynajahon orqali ko'rganmiz bu narsalarni. Hozir mana 70-80% maktablarimizda bunaqangi stadionlar tashkil etilgan. Dunyoga bu davlatimizni, boshqa respublikalarni ham sport orqali tanitish birinchi o'rinda turadi deb o'ylayman men. Xudo xohlasa, bundan buyog'iga endi Abduqodir Husanovlar ko'payib ketadi. Bizda maktabimizda Zakovat klubi tashkil qilingan bo'lib va mana shu Zakovat klubining Hexagon jamoamiz 2023-24 o'quv yilida Respublika o'quvchilar ligasida faxrli birinchi o'rinda qo'lga kiritishdi. Zakovat bo'yicha Qozog'iston davlati Astana shahrida ham
zakovat o'yini o'tkazilganda aynan shu Geksagon jamoa o'quvchilari faxrli birinchi o'rinni egallashdi. Xalqaro yutuqlar ham bor. Xalqaro yutuqlar ham bor. Bizga berilgan kubok o'sha jamoamiz bilan olib, juda ham bir emotsiyalarga boy, anaqa ko'tarib, o'sha bu Qozog'istonda turib, O'zbekistonda mana bayroqlarimiz bilan shu kubokni ko'tarib birinchi o'rinni olsangiz, sizga faxr tuyg'usi. Shura. Joylardagi haqiqiy ahvolni o'rganib, 193 ta ta'lim muassasalarining negizida tabiiy va aniq fanlarga ixtisoslashgan maktablarni tashkil etish taklifi ishlab chiqqan. Prezident maktablari rayon miqyosida bo'ladi. To'raqo'rg'on tumanidagi ixtisoslashtirilgan maxsus maktabdamiz. Bu yerda hozirgi kunda 2025-o'quv yilida 49 nafar bitiruvchimiz bor. Ingliz tiliga bu maktabda juda katta urg'u beriladi. Undan tashqari aniq va tabiiy fanlarga maxsus guruhlar ajratilgan. Shu guruhlarda yo'nalishlar bo'yicha dars beriladi. O'quvchi o'zi istak bildiradi, taklif bildiradi, o'sha yo'nalish bo'yicha imtihon topshiradi, o'sha yo'nalish bo'yicha o'qiydi. Til bilgan odam dunyo biladi. Til bilgan odam bilan dunyo gaplashadi. Everything is just beginning. I believe in my country. Xo'p, yoshlar bilimli, tirishqoq, talabchan, eng asosiysi. Haligi o'qituvchilarni ham o'zini ustida ishlashga kerak bo'lsa majbur qilishadi. Haligi bilimni talab qilishadi, biz shunga yarasha bularni talablarini bajarish uchun ham o'zimiz ustimizda muntazam ishlashga harakat qilamiz. O'zingiz ham yoshsiz lekin? Ha, endi 26 ga kirdim. O'qituvchilarimiz qishloq xo'jaligidan umuman kelmasdi. Ya'ni bitta bir misol sifatida aytmoqchiman. Yaganadan boshlab paxtani toki reja bajarilguncha o'quvchilar hammasi 3 oy 4 oylab paxta dalada yurgan. Yuqori sinf o'qituvchilari uchun belgilangan 8,5 ming soatlik o'quv dasturining qariyb 3000 soati 30% dalada majburiy mehnatda o'tdi degani emasmi? Yoki bola 11 yil o'rniga atiga 7 yil o'qishga majbur. Institutni yangi tamomlab ish boshlagan vaqtimizda asosiy vaqtimiz turli xil ishlarga o'qituvchilar jalb qilingan, masalan, paxta, g'o'za, undan tashqari kommunal to'lovlar, aholini aylanish bilan ko'p vaqtimizni shularga sarf qilganmiz. Mana so'nggi paytlarda mana prezidentimiz tashabbuslari bilan o'qituvchilar unaqa tashkil ishlarga jalb qilmay qo'yilganidan beri men o'ylayman, ta'limda juda ham katta o'zgarish bo'ldi. O'quvchilar bilim darajasi ham juda ham yuqori. Hozir kichkina sinfdanoq o'zim ingliz tili o'qituvchisi bo'lganim uchun aytyapman, ingliz tilida o'quvchilar bemalol gaplashadi. 8-9-sinfda milliy sertifikat deyarli olib bo'lyapti. O'zimiz maktabda ham juda ko'p o'quvchilarimiz xalqaro milliy sertifikatlarni olishyapti. Bir 15 yil, 20 yil oldingi o'quvchi bilan hozirgi o'quvchining bilim darajasini solishtiradigan bo'lsak, o'rtada osmon bilan yercha farq bor. Hozirgi 11 sinf o'quvchilar bilgan narsani institutga kirayotgan paytimda ham 30% ni bilganman. To'g'risi. Hozirgi bolalarimiz o'ta kuchlik. Bilimga ham chanqoq, o'zlarining mustaqil fikriga ega, o'zining kelajagini o'zi oldindan tasavvur qilyapti. Hozir ham dalada yurgan bo'lganimizda bunaqa o'zgarish bo'lmasdi. O'qituvchilarimizni oyligi bugungi kungacha keskin ko'tarildi. Namangan viloyatida 100 dan ortiq o'qituvchilarimiz 20 milliondan yuqori maosh oladi. 1000 dan ortig'i $1000 yuqori maosh oladi bugungi kunda. Bizga berilgan imkoniyatlardan foydalanib, turli xil sertifikatlar oldim. Har xil sertifikat, milliy sertifikat,
Qo'shimcha ustamalar, olimpiadadagi o'quvchim viloyatda birinchi o'rin olgan uchun unga berilgan qo'shimcha ustamalar, shular hisobga olib oyligim 15 millionga chiqdi. Bu yil bitiruvchilarimiz 49 nafar turli fanlarda IELTS'larni, sertifikatlarni qo'lga kiritib bo'lishgan. O'tgan yilgi o'quv yilida 29 nafar bitiruvchimiz bitirgan va 100% oliy ta'limga kirishgan. Bu yil ham albatta 100% natija bilan uddalaymiz. Rahmat. Sog' bo'linglar. Men havas qildim maktabga lekin. Juda. Qani edi yoshlikka qaytsak, imkoniyatlardan biz ham foydalansak. Biz misol uchun laboratoriyani amaliyotda ko'rmaganmiz. Hozirgi yoshlarimizga muhtaram prezidentimiz tomonidan barcha sharoitlar yaratib berilgan. Laboratoriya, zamonaviy kompyuterlardan foydalanib, bemalol darslarni o'zlashtirishlari mumkin bo'ladi. Biologiya darsi ustozimiz nazariy bilimlarni amaliy bilimlar bilan mustahkamlab to'liq sharoitlar yaratilganki, ham nazariy bilimlar, ham amaliy bilimlarni hamkorlikda mustahkamlab o'rganishadi. Viloyatimizda 715 ta maktab bo'ladigan bo'lsa, bugungi kunda 609 tasida zamonaviy jahon standartlariga javob beradigan sport zallarimiz mavjud. 40 dan ortiq sport turi bo'yicha 1200 nafar trener umumiy o'rta ta'lim maktablarida mashg'ulotlar boryapti. Oldingi davrlarda yoshlarimiz sport maktabiga borib shug'ullangan xolos. Mana sport zalimiz barcha qulayliklarga ega. Bu xona mana Jamshidbek, shaxmat to'garagi xonamiz. So'nggi vaqtlarda o'zi yurtimizda shaxmat borasida natijalari juda yuqori. Albatta, albatta. Natijalarimiz mehnatga yarashadi. Demak, shu bo'layotgan natijalarni davom ettiradiganlar shu yoshlar. Albatta, albatta shu yoshlardan kutamiz. Hozirgi kunda juda ko'p bilim olish uchun sharoitlar yaratilmoqda. Ishonchni oqlashimiz, bizga yaratib berilgan sharoitlardan to'g'ri foydalanib, unga mos javob qaytarishimiz kerak. Hozirda biz mana shunga harakat qilyapmiz. Prezidentimiz ishonchlarini oqlashga harakat qilyapmiz o'qib. Hozirda Buyuk Britaniyaning Cambridge sistemasi, Singapur va Finlandiyaning ilg'or sistemalarini hozir islashgan maktablar va ko'plab prezident maktablarida qo'llab kelinyapti. Shu natijada hozir misol uchun oldin 11-sinfda o'tilgan ma'lumotlar hozir 9 va 10-sinf o'quvchilari ham hozirdan biladi va menimcha kelajakda bu narsani 7-8-sinflarda ham isbotlaydi bo'lgan. O'zbekiston hozirgi paytda yoshlar uchun va endi o'sib kelayotgan o'g'il-qizlar uchun juda ham keng imkoniyatlar ochilgan joy sifatida bilaman. Misol uchun Elliot Umidi fondi yaqin 2-3 yil davomida ta'sis etilgan bu fond hozirda dunyoning top 100 ta universitetlariga kirgan o'quvchilar uchun 100% grant asosida chet elda o'qib kelish imkoniyatiga ega. Bu dasturda hamma xarajat o'qishdan boshlab turib oziq-ovqatgacha davlat tomonidan qoplab beriladi. Endi Oksford universitetlariga, Cambridge universitetlariga, jahon tan olgan eng katta oliygohlarga kirish vazifasi qolyapti bizda. O'ylaymanki, uddalaymiz. yil o'tadi, 15 yil o'tadi, 20 yil o'tadi. Hozirgi 1-sinfdagi bolamiz albatta Ulug'bek bo'ladi, Ibn Sino bo'ladi, Biruniy bo'ladi. Men bunga albatta ishonaman.